26-bob. Hojat ravo qilish bayonida. Agar kishi o'z hojatini ravo bo'lishini xohlasa, u iloji boricha xalqning hojatini ravo qilishi kerak. Hadisda yozilishicha, bandasiga Haq taolo yordam beradi, qachonki u ham uning bandalariga yordam bersa. Agar Xudoyi Samad baxshishiga ko'z tutsang, shikastalarga karam birla lutf rahim aylagil. Boshqa bir hadisda yozilishicha, har bir kishi Alloh taolo ne'matlaridan ko'p nasibaga sazovor bo'lib, uning benihoyat saxiyligi va bag'oyat fazlidan dunyo molini behad va behisob qo'liga kiritgan bo'lsa, u o'z o'rnida muhtojlarning hojatlarini ravo qilishi, ojiz va holi xaroblar huquqini himoya qilishi, har bir kishining o'z mol ne'mati miqdoriga qarab shunday xayrli ishlarni qilishi vojibdir. Ikkinchi masala shuki, har bir kishining qudrati va hukumati qancha miqdor ko'p bo'lsa, u shuncha fuqaro va miskinlar hojatlarini shu darajada mukammal chiqarishi lozimdir. Shunday qilib, baxt, saodat sohibi unga Haq taolo podshohlik davlatini bergan ekan, uning buyukligi bayrog'i jahongirlik va kamkorlik darajasiga ko'targan ekan, u o'z o'rnida, vaqtida, lavozimi darajasida xalqning og'irini yengil qilsin. Qudratining borida muhtojlarning hojatlarini ado qilishni g'animat bilsin. Hech bir muhtojning talabi, surati va maqsadi chehrasini beparvolik pardasi va bexabarlik niqobi ichida saqlashni ravo ko'rmasin. Agar baxt, saodat guli davlat chamanida ochilib turishini xohlasa, shunday qilishi kerak. Shu holda murod g'unchasi mamlakat bog'ida saltanat shohda doimo jilvagar qilishini istasa, darmon talab qiluvchilar murodlarini bajo keltirishni g'animat bilsin. Mahrum va bechoralar hojatlarini ravo qilishni bu dunyo va oxirat saodatining sababi deb bilsin. Bor esa haqdan umiding davlatingning borida, lutfu shafqat birla qilg'il xalq umidini ravo. Fuqaro ahliga murodini ber, shod aylagil, to sanga ham bergusi barcha murodingni Xudo. Bir hadisda yozilishicha, bir mo'minning ko'ngliga shodlik yetkazish sababi odamlar va parilar ibodatlariga barobardir. Xulosa shuki, podshohlik sharti hamisha muhtojlarning hojatlariga intizor bo'lib, ko'ngillarini, hojatlarini ravo qilish bilan shod etishdir. Chunki eslatilgan ulug' savobdan mahrum qolmasin. Iskandar Zulqarnayn bir kuni ertadan kechgacha hukumat majlisini tuzib o'tirdi. Hech bir muhtoj kishi uning huzuriga kelib, o'z hojatini izhor qilmadi. Oxiri majlisdan turar vaqt bo'ldi. U maxsus xodimlari va mulozimlariga: "Men bugunni umr hisobida sanamayman" dedi. Ulardan biri so'radi: "Ey shohi jahonpanoh, bu kun shunday yaxshi kunki, tanang sihat va salomat, yaxshi suhbat va farog'at bilan kech kirdi. Davlat asbobi hamma maqsadingga muvofiq va muhim ishlaring murodlaringga muvofiq. Xotiring farog'at muyassarligi bilan masrur, sipoh mukammal va xazina ma'mur. Agar shunday kunni umr hisobidan sanamasang, yana qanday kunni umr desa bo'ladi?" Iskandar javob berdi: "U kuni podshohdan zulm chekkanlarga rohat yetmasa va mahrumni hojati ravo bo'lmasa, uni qanday qilib umr hisobidan sanab bo'ladi? Hayot ichra budur bil umr kim, xaloyiq nafini sho'g'lida kechgay. Ushbu yangliq tiriklikdan ne hosil, ki doim nafsning fikrida kechgay." Hikoya qilishlaricha, Xitoy podshohi Iskandardan so'radi: "Podshohlik lazzatini nimadan topding?" Iskandar javob berdi: 3 narsada. Birinchisi, dushmanlarni zabun va holini xarob qilishdi. Ikkinchisi,
do'stlar va yoru birodarlarni xursand etish bilan. Uchinchisi, muhtojlarning hojatlarini ravo qilishda. Bulardan bo'lak har qanday lazzatning e'tibori yo'qdir. Erur shahlardan ushbu ravish xo'p, ki dushmanlarni qilgay xor mag'lub. Ikkinchi do'stlarni shod qilg'ay, raiyat ko'nglini obod qilg'ay. Uchinchi budur etgay hamisha, kishini hojatin bermakni pesha. Basi shahlar ki bo'ldilar jahongir, jahondan o'tdilar har qaysi bir. Ularni davlati u kishiga qolmish, ki oningdan xaloyiq naf olmish.